Xo'p, shogird qara. Hozir bu yerda tok bor. Mo'razitkamiz qizib bo'lgan. Vilka qizga shuning uchun mana tokka suqaloq qarab tur. Senga men bir narsalar tushuntirib o'taman, qara. Tok bor. Yana bir narsani ko'rsataymi? Qara. Nimaga? Mana. Tok ko'rmayapti. Nima qilyapti bu? Ko'rdingmi? Hozir ochib buni to'g'rilaymiz. Nimaga to'kilmasligini videosini ko'chirib ko'rsang, tushunib olasan. Sir! O, mana mashetani qizib qo'ygan, ko'rdingmi? To'ka tiqdiganda tiqasan, tushunding? Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. Bo'ronlarga tayyorgarlik bo'lmoq lozim. Do'lana, tog'da o'sgan do'lana.